Qishlarda ham qish kelgandan keyin kuzda sovuq boshlanganda issiq kiyimlarni olish g'alatimi? His tuyg'u boshqacha-ya. Shunaqa qilib bugun Koreyani minus va plus tomonlari haqida vlog olmoqchi bo'lib qoldim. Soat 4 bo'ldi. 2:30larda pashsha chaqib uyg'otib yubordi. Bitta pashshani deb vlog olib o'tiribman hozir. Sekin Koreyaga kelganimga 4 yildan oshdi. Menimcha gapirishga haqqim bo'lsa kerak. Kimdirlarga o'xshab kelganiga 1 yil bo'lmagan, uni qanaqa yashashni o'rgatadigan odamlar bo'ladi-yu. Shunday ikki samolyotdan tushishi bilan qanaqa yashashni o'rgatishni boshlaydi sizga. Yaramas, mana shu meni qonimni so'rganda, meni qonim maydalab tashladim pashshani. Mana shu pashsha bo'lmaganda shu vlog bo'lmasdi, lekin yaxshilikkada har bir narsa mayli. O'zbeklar aytadi, Koreyada o'zbeklarni ajratib olishni qanaqa yo'li bor desa, o'zbeklar ko'ja kiyib oladi deydi. Savqol deydi. Kamera. Yamga qistirib oldim. Yamaga tushganimda tushib ketdi. O'zi tushib ketishi ham kerak-da. Bunaqa sakragandan keyin. Mana shu joyda men hozir vlog olaman. Bu joyda nega yaxshi ko'raman? Chunki bu yerda ko'pchilik bilmaydi, kelmaydi, odam kam. Hyundai yoki Gonganiga borsangiz odam ko'p. To'g'ri, u yoq chiroyliroq bu yerdan. Shuning uchun ham odam ko'p. Lekin bu yerda mana shu yerda o'tirib bu manzarani tomosha qilib boshqa narsalar bu. Kemani ko'pini qarang. Vay! Ajoyib. Bunday pokiza odamni bir gunohi bo'lish kerak deydi-yu. Shunga o'xshab bunaqa yaxshi davlatda ham bir kamchiligi bo'lish kerak-da. Bugun men shunaqa kamchiliklarni o'zim uchun kamchilik deb bilgan narsalarimni aytmoqchiman. Xullas, birinchisi kinolardagi beautiful day, beautiful life degan narsa faqat kinolarda bo'ladi. Buni hamma bilsa kerak. Kim bu yerda kelib ko'rgan bo'lsa biladi. Hamma joy. Student bo'lasizmi? Ishchi bo'lasizmi?
O'zbekistonda stress so'zini bilmaydigan odamlar bu yoqqa kelib o'rganganda, menga o'xshagan, masalan, men shu yerda stress nimaligini men bilmasdim. Stress nima u? Juda depressiya degan narsalar kuchli bu yerda. O'qishda eplash kerak, ishda eplash kerak, hayotda eplash kerak, orada sayohat ham qilib qolish kerak, uyga jo'natish kerak, buni qilish kerak, buni qilish kerak, hammasini qilgandan keyin ozgina orada uxlab olish kerak. Depressiya, siqilish. Birinchisi shu. Ikkinchisi, mayda-chuyda narsalarni ham aralashtirib aytib ketaveraman. Boshidan kuchli narsalar, oxirida mayda-chuyda narsalar, unaqa sartaroqqa qilganim yo'q. Kesinlikle kelganini yozganman. Ovqatni chapillatib yeydi. Ishdami, o'qishdami, agar omadingizga koreys do'stlar orttirsangiz, chunki koreys do'stlar orttirish ham oson emas, ko'pchilikda koreys o'rtog'i yo'q. Ovqatni chapillatib yeydi rosa. Kimdirda ishtahasi bo'lmaydi, o'sha paytda yoqmaydi. Minus. Просто kimdir uchun minus emasdir balki. Orada kekirib ham qo'yadimi? Ay odamni puli ko'paysa kekirib olar ekan. Ovqatni yarmida salat, o'simlik ko'paydi. Yana cho'chqa go'shti. Bu ham o'sha unga kirib ketadi. Cho'chqa go'shtini ko'pligini bilasiz. Koreyada o'zi faqat cho'chqa yeydi, boshqa go'shtlar qimmat. Halol ovqatlar arzon. Xullas ishonch yo'q ko'chada ovqat olib yeyishga. Cho'chqa go'shti keyin ovqat olib keladi-da oldingizga. Ovqatni yarmi salat, 60%. O't. Bitta o'zbek yaqinda O'zbekistondan kelgan edi. Oshxonaga kirib, men buni molga beraman deb aytayapti-da. Men buni O'zbekistonda molimga beraman deb. Endi siz bu yerda ancha bilan beri yashab yurganingizdan keyin xuddi siz davlatingizga aytilgan gapga o'xshar ekan. Boyagiga qo'shimcha beautiful day, beautiful life degan narsa bu yerda yo'q. Odatda mana shunaqa manzaraga kelib turib, mana shu o'tirib, ozgina o'zingizcha o'ylab qolmasangiz agar bo'lmaydi. Sizni 19 yoshingizda, 20 yoshingizda bu yoqqa kelib qiynalishingizga bular aybdor emas chunki. Shuni aytmoqchi edim. Chunki men 19 yoshda kelganman, og'ir ishga chiqqanman, qurilish, belim og'rib qolgan. O'shandan beri ozgina qattiqroq nagruzka bersam og'rib qoladi. O'shaning uchun aytaman, siz 19 yoshingizda kelganingiz uchun, Koreyaga kelganingiz uchun bular aybdor emas. K-drama undagi hayotni ko'rib kelganlar chuchvaram ham sanabdi. Unda ham kelgandan keyin koreys do'stlar deyarli ko'pchilikda yo'q. Bular o'ta distansiya saqlaydi. Bu narsasi ham bitta kamchilik. Yaxshi chiqishib keta olmaysiz. Vaqt kerak, uzoq vaqt. 1 yil, 2 yil bitta joyda ishlab, hamkasbingiz yoki bo'lmasam boshlig'ingiz bilan yaxshi kelishib ketishingiz mumkin. Lekin o'qishda har 6 oyda studentlar almashadi, darslar ko'pchilik bilan almashib ketasiz. Bitta ikkitasi bilan omadingiz kelib yaxshi gruppaga tushib qolmasangiz, unaqa yaxshi tanishib keta olmaysiz. Ularda o'zi ham siz agar ingliz tilini bilmasangiz, do'stlashishni xohlamaydi. Chunki sizga koreys tilini o'rgatib, bir nimani o'rgatib, yordam beradigan odamga siz ham nimadir berishingiz kerak-ku. Hech nima olmagan odam birga bergisi ham kelmaydi. Halol ovqatlar kam. Xo'p, kimson tongson deydi. Ovqatni yaxshi qiladigan odamni oltin qo'l, yomon qiladigan odamni tezak qo'l deydi. Shunaqa gap bor, endi ko'pchilik ishlatmaydi-yu, shunaqa gap bor prosta. Haqiqatan agar siz tezak qo'l bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni ovqatni yaxshi qila olmaydigan bo'lsangiz, bu yerda sizga qiyin ancha. Ovqatlarning narxi qimmat bo'ladi chunki. Yashash joy, boshqa narsalar arzon topishingizga qaraganda, lekin ovqatning narxi qimmatroq. Qo'y go'shti, mol go'shti agar halol ovqatlarni go'shtlarni olib turib o'zingiz uyingizda qiladigan bo'lsangiz, bu ko'chadan ancha arzon bo'ladi. Balki men adashayotgandirman. Kelib turib yana zahar shunaqa degan deyish yo'q.
tez ko'tarilish qiyin. O'qishni tugatib ishga kirish nisbatan qiyin. Agar yaxshi kompaniyaga ishga kirsangiz ham baland lavozimga koreyslarni o'zini qo'yadi faqat. Bu ham bitta minus, 4-minus bo'lyapti. Bitta ishga kiradigan bo'lsangiz, avvalo ishga kirish qiyin. Universitetni tugatdingiz bu yerda. Ish topish kerak. Bu kim maslahat berib topib bermasa, o'qituvchingiz yoki professoringiz. Ko'chadan e'lonlarga yozib turib kirish, universitetni bitirgandan keyin kuchliroq bo'lishingiz kerak. Boshqalarga nisbatan nimadir sizda bo'lsagina sizni tanlab oladi. Shunchaki 4 yil lalay-lulay o'tkazdingiz, uyingizga pul yig'ib, ikkita uy oldingiz. Endi bu siz bu yoqda hamma bilan bir xilsiz. Yaxshi ishga kirishda endi orzu qilavermang. Baribir mana shu qora ishni qilasiz endi terlaydi. Agar shunaqa yaxshi ishga kirsangiz ham lavozimingiz oshmaydi. Men oldin ishlagan joyimda sizga aytib bermoqchiman. Men 1 yil ishladim. Oyligim 10.400 won edi. 1 yil olganimdan keyin keyingi yildan 11.000 ga ko'tarildi. Buni ham siz imzo qo'yasiz. Imzo qo'ymasangiz, bir ikki kundan keyin yana chaqirib, yana ko'tarib beradi-da, siz imzo qo'yasiz. Yoki qo'ymasangiz bo'shashingiz kerak bo'ladi. Oshirib bergancha. Undan keyin men bo'shayotgan paytimda birga ishlaydigan, deyarli 3-4 oy birga ishlagan koreysim mendan keyin kelgan, hech nimani bilmaydi. Mendan yaxshi ishlay olmaydi u. Boshqa chet elliklardan ham yaxshi ishlamaydi. Oyligini so'rasam qancha ekan aytaymi? 12.000 ekan. Yashlabsam, yonyapti orqam, ko'ra olmayman uni. Birinchi kelishi tem bo'li. Ham 12.000 oladi, ham uni lavozimi oshadi. Shunaqa narsalar bor, diskriminatsiya desa ham bo'ladi bular. Minusmi, plusmi bilmadim, shunaqa prosta. Ko'ngilga yoqadimi? Yo'q. Hatto shu yoqmaganligi uchun ham bir balo qila olasammi? Yo'q. Prosta kinyan kerak. Shunchaki shunaqa deb o'tib ketasiz tamom. Shunaqalari bor. Achchiq haqiqat. Karta o'ynaganlar biladi. Men karta o'ynashni bilmayman. Pagon degan narsa bor-a? Koreyada siz yozda issig'ida ishlamaysiz, ishgan bo'ladi. Keyin qishni sovug'ida sovuq deb ishgan bo'ladi. Keyin yomg'ir mavsumida o'sha may, iyunlarda uje masenga pagon deb turib yomg'ir mavsumini qo'shib qo'ygan. Unda ham ish bo'lmaydi. Bo'ladi, kamayadi, tortiladi degan ma'noda shunaqa bo'ladi. Ob-havosi juda ham nozik. Agar sayohatga kelaman desangiz, Koreyani umuman tavsiya bermayman. Ota-onangiz chaqirib sayohat qildirsangiz boshqa gap. Lekin sayohatga arzimaydi. Tailandga boring, Vyetnamga boring, Malayziyaga boring, bilmayman, o'sha tomonlarga boring, arzon davlatlarga. Ham chiroyli, ham arzon. Bu yer o'lgudek qimmat. Bundan keyin unaqa chiroyli narsasi ham yo'q. Xitoydan chang uchib keladi bu yerga. Misemonji deydi, zavodlardan keladigan sariq chang. U o'pkangizga kirib, o'pkangizga yopishib qoladi. U davosi yo'q. Maska taqib yurishingiz kerak har doim. Ob-havoning darajasi qanchalik bo'lsa, ob-havoning yonidan misemonji, o'sha Xitoy changining darajasi ham har doim yozilgan turadi. Siz unga qarab, ha bugun ko'p ekan deysizda, maskani taqib ketaverasiz. Buni ko'pchilik e'tibor ham bermaydi. Shunaqa ob-havo yeminada yomg'ir mavsumida bir oylab kirlar qurilmaydi. Shu narsasi ham bor. Ko'chaga kir yoyish umuman kerak emas. Ko'cha namligidan kirish umuman qurmaydi. Zax bo'lib turaveradi, hidi chiqib qoladi. Uyga konditsionerga yoyiladi kiyimlar. Shunisi yaxshi. Bu ham bitta minus. Kir qurilmasligi. Namlik yuqori. O'ta nam. Agar yomg'ir mavsumida yuradigan bo'lsangiz, teringiz shilim-shiq bo'lib qoladi. Ko'chada yuradigan bo'lsangiz, bir-biriga yopishadi ekan. Bu namlikdan. Qishda sovuq. Ba'zi joylarda qor ko'p yog'adi, ba'zi joylarda kamroq. Teguda deylik, qor yog'maydi, lekin qaqshatqich sovuq bo'ladi. Xusanda ham shamollari bilan yarasha, o'ziga yarasha sovuq, lekin unchalik emas, dengiz bor chunki.
Kangondo tomonlarda, Koreyaning tepadagi tomonlarida ko'proq qor yog'adi. Seul tomonida kamroq, lekin Seulda ham yog'adi. Keyingi -6-si bu ishda juda ham bosim ketdi. O'zi 8 dan 5 gacha ish majburiy ish. 3 mahal ovqat beradi, ovqatlanasiz. Bu ko'p degani. Boshqa davlatlarda 8 dan 5 gacha emas, 4 gacha yoki 3 gacha, boshqa masalan bilmayman, kamroq. Koreyada negadir ko'p. Siz uni ishlaganingizdan keyin uyga ketsangiz bo'ladi, lekin siz ketsangiz u ko'pchilik sizni yomon ko'rib qoladi, chunki siz ishlamayapsiz. O'zini ishini qildi, bu ishlashni xohlamaydi, uyga borib rivojlanmoqchi, o'qimoqchi. Lekin yomon ko'rinadi. Qanaqasiga unaqa bo'lishi mumkin, lekin shunaqa. O'zini hissasini qo'shmaydigan insonday ko'riladi-da davlatga. Ish soatlari ko'p. Har doim 8 gacha, 9 gacha bo'lmasam, men o'zim tungi soat 4 gacha ishlagan paytim bo'lgan. Ertalabki 8 dan ertangi kun tungi soat 4 gacha. Bu eng ko'pi. Bo'lmasam, o'sha o'rtacha 9 da tugardi. Aytdim-ku, boya orada ozgina uxlab olishga urinib qolishingiz kerak. Обязательно sizga har doim ishlaganingizga yarasha qo'shimcha haq beriladi 1,5 barobar. Soat 6 dan boshlab 10 ming oladigan bo'lsangiz 15 ming deylik. So'nggi soat 9 dan keyin 2 barobardan qo'shilib beriladi. Shunaqa bosim kuchli demoqchiman. Work life balance tipirib qo'ygan u narsaga. Sizni ozgina ishlaydi, ozgina o'qiydi, ozgina dam olay deb turib bunday balanssiz ushlab qo'ymoqchi bo'lsangiz qiyin. Pul yig'a olmaysiz yoki. Qiling shunaqa, lekin pul bo'lmaydi. Oyligingiz ko'tarishingiz kerak. Oyligingiz ko'tarib bermaydi baribir. O'qishda pul topish qiyin. To'g'ri, bunda o'qish paytida o'zingizdan orttirishingiz qiyin. Agar o'zingiz uchun uydagilaringiz unaqa majburlamaydigan bo'lsa, yaxshi unaqa qiynalmaysiz. Kontraktingizni topasiz, yeb ichishingizga topasiz, o'qishingizni ham qilib, balansini ushlab yuraverasiz. Lekin ozgina qarz bilan kelgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa kontraktingiz sal qimmatroq o'qishga kelgan bo'lsangiz, sal pul topish, pul oshirish qiyinroq bo'lishi mumkin. Bu narsa o'zingizga bog'liq. Tilni bilishingizga, yoshingiz, kuchingiz, o'g'il bolami, qiz bolami, shustrimi, yo'qmi, shu narsaga ko'proq bog'liq. Ingliz tili bilan kelganlarga shuni ham aytmasam bo'lmaydi. Agar siz ingliz tili bilan kelgan bo'lsangiz, tabriklayman. Baxtli bo'linglar, battar bo'linglar. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlardek benzin olib keldim. Ingliz tili bilan Hop. Agar siz ingliz tili bilan keladigan bo'lsangiz, sizni bu yerda o'ta katta surprizlar kutmoqda. Birinchidan, universitetingizda darslar koreys tilida bo'ladi. 100% ingliz tilida bo'lmaydi baribir. Koreys tilida aniq bo'ladi. Yoki bo'lmasa koreys tilini o'rganish bo'ladi. Shundan qiynalib qolmaslik uchun обязательно topik 2 bilan kamida kelsangiz o'zingizga yaxshi, yoki bo'lmasa 3-4 baland bo'lgan sayin. Ingliz tili bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, ko'pchilik ingliz tiliga ish topa olmaydi. Topsangiz studentlarni o'qitishga topishingiz mumkin. Bog'chalarda ingliz tilini o'qitish ishi bo'ladi. 15 ming, 20 ming oyligi ularni soat bayiga yaxshi beradi. Lekin soat bayi ozgina kamroq. Bir kunda 4 soat yoki shunaqa atrofda. Ingliz tilidan dars berib, bu yerda yashasangiz, menimcha yaxshi bo'lib ketsa kerak boshlanishiga. Undan keyin millatchi xalqligini aytdim-a, buni eslab qo'ying. Esingizdan chiqib ketmasin. Yolg'iz yashovchilar haqida ozgina aytmoqchiman. Meni oldingi ishlayotgan joyimda o'sha shaharda yashaydigan yoki o'sha shaharda tug'ilgan odamlar deyarli yo'q edi. Ishxonamda hamma Koreyaning har xil joyidan yig'ilib kelgan. Uyi ham Koreyaning o'sha har xil joylarida. Seulda pastda ishlaganman. Kimdir Seuldan, kimdir Pyeongchangdan, kimdir Tejon, Tegu, Busan, Kime shu tomonlardan. Ko'ngillik insonlar bor edi va chet elliklar.
koreyslarda o'zlari qayergadir ishga kirmoqchi bo'lsa, uyini atrofidan zavodga kirmaydi negadir. Internetga qaraydi, ish chiqdimi, o'sha yerga borib topshiradi, ishlaydi. U narsa ishxona, yotoqxona beradi, o'sha joyda yashaydi. Keyin haftada 1 kun yoki 2 kun uyiga kelib turib dam olib, oilasi bilan yashaydi, yana ishga ketadi. To'g'ri-da, siz kuniga 12 soatlab, 18 soatlab kerak bo'lsa, ishlaydigan bo'lsangiz, eng ko'pida 18 soatlab ishlaydigan odamlar bor. Wow deydigan ana narsa emas. Bor shunaqa. O'zbekistonda ham bor, u. Shunaqa ishlaydigan bo'lsangiz, oilangiz nima keragi bor? Uyga kelasiz, uxlaysiz, chiqib ketasiz baribir. Koreyslar uchun shunaqa. Yuqori xarajatlar, ovqatlanish, shunaqa sayohat, narsalar ozgina qimmatroq. Boshqa narsalarga chidasa bo'ladi. Kontraktlar narxi yaxshi, topishingizga yarasha boshqa uylarda narxi yaxshi. Ham xarajatlar menimcha normal. Lekin nimadir qimmat deyishim kerak-ku. Oziq-ovqat bilan sayohatda aytishim mumkin. Sayohatda ham ekonomik sayohat qiladigan bo'lsangiz arzonroq tushishi mumkin. O'zbekiston yaxshimi yoki Koreya yaxshimi deb qoladi ba'zida, to'g'rimi? Pulingiz bo'lsa hamma joy yaxshi. O'zbekistonmi, Koreyami, boshqa joymi? Lekin Koreyada pulingiz bo'lsa yashash uchun unaqa yaxshi joy emas. Pul topish uchun yaxshi joy. Bu hamma aytadigan gapni ham aytib qo'yib bunday qarasam. Shu minuslari arzimagan minuslar, bilmadim, boshqa minuslari menga unaqangi katta nima qiyinchilik tug'dirmagan. Cho'chqa go'shti qiyinchilik tug'diradi, odamlar diskriminatsiyasi qiyinchilik tug'diradi. Hali ham meni ko'zim ozgina qisiqroq bo'lgani uchun odamlar bilmaydi. Chet ellikligimni unchalik o'zim gapimdan bilintirib qo'ymasam. Lekin shunaqa yomon tomonlari bor. Qolganlarni balki keyingi videolarda yana aytaman. Nechinchi minusda aytyapman, esimdan ham chiqib ketdi. Hali buncha yomonliklarni sanaganimdan keyin vaqti ko'nglingiz sovib ketmasdan, yaxshi tomonlari ham bor. Yaxshi tomonlarini aytsam, balki ko'nglingiz ozgina ko'tarilib qolar.